Bir xil hayotiy ssenariy qanday yaratiladi va nima uchun takrorlanadi? Bu darsning maqsadi inson o'z hayotida nima sababdan bir xil vaziyatlar qayta va qayta yuz berayotganini aniq ko'rishi, muammoni tashqi dunyodan ichki holatga ko'chirish. 1. Hayot tasodif bilan ishlamaydi. Ko'pchilik shunday deydi: menga doim bir xil odamlar uchraydi. Menga doim bir xil muammo keladi. Menga doim bir xil yakun bo'ladi. Bu tasodif emas, bu omad ham emas, bu ichki holatning natijasidir. Hayot oynaga o'xshaydi. U ichkaridagi holatni ko'rsatadi. Agar ichkarida o'zgarish bo'lmasa, tashqarida ham o'zgarish bo'lmaydi. Ong qanday qilib ssenariy yaratadi? Ong bir paytlar kuchli hissiy holatda qaror qabul qiladi. Bu qaror ko'pincha bolalikda yoki og'ir tajribada shakllanadi. Masalan, meni qadrlashmaydi, pul doim yetmaydi, menga ishonib bo'lmaydi, men yolg'iz qolaman. Bu fikrlar oddiy fikr emas, bu ichki buyruqdir. Keyin ong shu buyruqqa mos hayotni tanlaydi. Odamlarni tanlaydi, vaziyatlarni tanlaydi, natijalarni tanlaydi. Nima uchun aynan bir xil yakun bo'ladi? Ong yakunni tanlamaydi. Ong holatni saqlab qolishga harakat qiladi. Agar ichkarida qadrsizlik bo'lsa, tashqarida qadrsizlantiruvchi holatlar paydo bo'ladi. Agar ichkarida yetishmovchilik bo'lsa, tashqarida pul bilan bog'liq bosim paydo bo'ladi. Agar ichkarida nazorat ehtiyoji bo'lsa, tashqarida qarshilik paydo bo'ladi. Hayot boshqa yo'l bilan gapira olmaydi. U faqat holatni ko'rsatadi. Amaliy mashq, birinchi yorilish. Bugun shuni qil. Takrorlanayotgan vaziyatni yoz. Qanday odamlar, qanday yakun? Keyin bitta savol ber. Men bu vaziyatda o'zimni qanday his qilyapman? Javobni bezamasdan yoz. Qo'rquv, qadrsizlik, yetishmovchilik, nazorat. Shu lahzada sen sababni ko'rding. Bu ssenariyning boshlanish nuqtasi. Dars yakuni. Bir xil hayotiy ssenariy dushman emas, u xabar olib keladi. U shuni aytadi: ichkarida ko'rilmagan narsa bor. Ko'rilmaguncha u ketmaydi. Bu darsdan keyin sen muammoni tashqaridan qidirmaysan. Sen uni ichkarida ko'ra boshlaysan.